Bugun sizlarga grija shimorliya qanaqa kasalligi haqida tushuncha berish uchun rassomchilikdan foydalanyapman. Ya'ni o'zim rassom deyman-ku. Sxemasidan chizishdan foydalanyapman. Xo'p, bu umurtqaning tanasi, yon tomonni ko'rinishi, yon tomonni. Yuqoriga bo'g'im o'simtasi, pastga bo'g'im o'simtasi, o'tkir o'simtasi va ikkita pastga umurtqani, yuqori umurtqani pastga bo'g'im o'simtasi, pastki umurtqani yuqoriga bo'g'im o'simtasi xos joyida bo'g'im hosil bo'ladi. Mana shu yerda bo'g'im bor. Va o'tkir o'sog'i bu pastki bo'g'im o'simtasi, bu esa shu holatda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda disk bo'ladi, umurtqa orasida tog'ay bo'ladi. Shu yerdan nerv chiqadi. Bunday bo'lsa, nerv chiqadi. Endi ikkita bo'g'im o'simtalar orasida sustav bor deyapsiz. Endi ikkita umurtqaning tanasining orasida disk bo'ladi, tog'ay bo'ladi. Bu tog'ayda ikki xil qismi bor deb juda ko'p aytamiz. Atrofida fibroz kalso, ustida esa, ichida esa xarid o'suvchi suyuqlik. Endi ayrim hollarda tomografiya paytida tomografiyada ko'rib qolasiz, grija shimorliya deb yozgan bo'ladi. Grija shimorliya nima? Bu umurtqa tanasini ichiga qarab o'sgan, ya'ni hech qanaqa nerv chiqadigan teshikka yoki old tomonga emas, umurtqa tanasiga qarab o'sgan pulpoz yadro paydo bo'ladi. Ya'ni umurtqani tepaga qarab, vertikalni qarab yoki teskarisiga, pastga qarab o'sgan bo'ladi. Bu nimani hisobiga o'sgan bo'ladi? Og'irlik yuklamasi umurtqa pog'onasiga noto'g'ri tushsa va suvayni ichidagi zichlik kamaysa va umurtqani ichida zichlik kamayganda bosim umurtqani diski oshib boshqa joyga chiqish joyini topolmasa, umurtqani tanasiga qarab yurishni boshlaydi. Umurtqani tanasiga qarab o'sib kirishni boshlaydi. Shunda umurtqaning tanasida ma'lum bir qismi xuddi kemikka o'xshab, bo'shab qolganga o'xshab yoki yemirilib qolganga o'xshash ko'rinish ega bo'lishi mumkin. Bu hech qanaqa klinik belgi bermaydi, lekin klinik belgi bermagani bilan umurtqaning ichida zichlik kamayganligini, umurtqa osteoporoz kasalligiga uchraganligini va sekin-asta bu narsa rivojlanib borgan sari va o'sha ichidagi zichlik kamayib borgan sari suvayda sinuvchan bo'lib qolishini sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun grija shimorliya kasallik alohida kasallik sifatida tan olinmasa ham osteoporoz kasalligini alomatlaridan, belgilaridan hisoblanadi. Agar grija shimorliya borgan sari o'sib boradigan bo'lsa va keyingi rasmni ham chizaylik, shunda yaxshiroq tushunchaga ega bo'lamiz. Bu bo'ladigan bo'lsa, bu o'tkir o'sog'i, bu pastki bo'g'im o'simtasi, bu umurtqaning tanasi. Agar bu ikkita umurtqaning orasidagi suvayni ichi zichlik kamayib borgan sari va bu disk ham tepaga qarab o'sib borgan sari, bu yerda yo'q bo'lsa, ikkita yuqoridan hamda pastdan umurtqani tanasiga qarab o'sgan grija disk shu tomonga qarab chiqib ketyapti. Bosim diskda yuqori, umurtqaning ichi zich emas, g'alay bo'lgani hisobiga umurtqaning tanasida bittasi pastdan, bittasi tepaga qarab o'sadigan bo'lsa, zichlik kamaygani hisobiga umurtqani sindirishi mumkin. Eng yomon oqibatlari, eng yomon tomoni umurtqani sindirish ehtimoli borligi hisobiga ham grija shimorliya qaysi ma'noda ahamiyat kasb etadi. Va bu diskda muammosi emas, ayniqsa umurtqani tanasini muammosi, ya'ni suvayda muammosi hisobiga bo'ladi. Suvayda ichi xuddi g'isht singari zich emas, shilaka blokni ichida o'xshab g'oy bo'ladigan bo'lsa va zichligi past bo'ladigan bo'lsa, umurtqaning tanasiga qarab o'sgan chiqqan grija suvayni ichini to'ldirishi va yemirishi, hattoki o'sha umurtqani yomon oqibatga olib keladigan tomoni umurtqani sindirishi mumkin. Sindirish esa muammoning ancha kuchayishini va bemor o'sha singan umurtqa tanasi sohasida kuchli og'riqni his qilishi mumkin. Va grija shimorliyaga shu tomonlama e'tibor beriladi. Xo'p, nervni qisishiga yoki o'sha grija tomonga, karashok tomonga o'smaganligi uchun ahamiyatga ega emas deb ko'pchilik e'tibor bermaydi. Haqiqatda dastlabki bosqichlarda e'tibor bermasligi mumkin, lekin agar chuqurlashib boradigan bo'lsa, muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun agar xulosalarda grija shimorliya grija shunday yoziladi. Grija shimorliya deb aytadigan bo'lsa, shu narsa xayollaringizga kelsin video tayyorladik.
umurtqani tanasiga qarab o'sgan yig'ijak hisoblanadi. Nervga qarab o'smaydi va shu tomonlama ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin shu jihatlari suvayni ichini g'avaylashtirishi, sinishi jihatidan ahamiyat kasb etadi. Shu ma'lumot o'rnida sizlarga yetkazyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar muammo bo'ladigan bo'lsa, umr Grisheshmoliya kasalligi haqida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lsangiz va umurtqa pog'onasi bilan bog'liq muammolarni qanaqa qilib davolashni bilmayotgan bo'lsangiz va aynan shu Grisheshmoliya aylanasida bor bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqa qilib davolashni bilmayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozadigan bo'lsangiz, sizni tomografiya xulosangizni ko'rib, onlayn konsultatsiya berishimiz mumkin va bu kasallikda qanaqa qilib davolash mumkinligini sizga to'liqroq tushuntirishimiz mumkin. Hozircha bu ma'lumot o'rnida video tayyorladik. Keyingi videolarda yana ham podrobniyroq ma'lumot beramiz.